Minecraft lekin jonimizga tegadigan narsalar beradi. Maqsadimiz Ender Dragon zartish qaytgan shaklda. Yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Barchaga assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan o'qti. Kayz rostini aytsam, juda ham g'alati. Uni qaranglar. Yarimi qor, yarimi oddiy biyomda mana spawn qildi. Bu yerda nimagadir tayga, bu yer esa oddiy biyom. Tushunmadim. Tayga tugaganmi yo boshlanganmi? Demak bu yerda tayga tugagan bo'lishi kerak va tayga yomon emas. Rostni aytsam spawn menga yoqdi. Juda ham ajoyib va g'aroyib joydan meni spawn qilibdi. Yomon emas. Xo'p, maqsadimiz Ender Dragonni zabt etish. Menimcha epik narsani olish eng oson bo'lishi kerak, chunki uron olish Minecraftda million xil yo'li bor. Kerak bo'lsa ana u quyoncha meni urib uron berishi mumkin. Xo'p, azizlar, challenge boshlamasdan avval sizlarga Chico Gamer kanalini yana bir bor tavsiya etmoqchi edim. O'tgan safar shu kanalni tavsiya qilganimda videolar o'ziniki emas edi. Bu safar esa Chico o'zi qilishni boshlab yuboribdi. Zombiga aylanish, epik narsalar, zombi apokalipsis, Herobrine va Mimiker bilan birgalikda video. Eng qizig'i bu hali boshlanishi. Chico o'z muxlislarini bundan yangi ideyalar bilan lol qoldirmoqchi. Hoziroq kanaliga o'tib obuna bo'ling. Balkim aynan sizning obunangiz sababli Chico dunyoning eng mashhur Minecrafterlaridan biriga aylanadi. Havolani video ostida va qadalgan izohda qoldiraman. Qaytgancha Kayzudan salom yetkazib qo'yish yodingizdan ko'tarilmaydi degan umiddaman. Xo'sh, ana endi esa challenge boshlasak bo'ladi. Birinchi epik narsamni qayerdan olsam? Rostini aytsam, qanaqangidir antiqa joydan olish niyatim bor. Faqat yiqilibmas. Yo'q, yiqilmadi. Xo'sh, qanaqa olsam bo'ladi uron? Noyob, qanaqangidir antiqa joy kerak menga. Antiqa suvni ostiga kirib nafas olmasdan tursa, yo, juda ham g'alati bo'lib ketadi. Afsuski Minecraftda piranyalar yo'q, lekin asalarimi? Kakras asalardan nima deydi? Tayoq yeb demoqchi edim. Asalar urmaydi, prosta chaqadi. Asalar chaqqanda epik narsa beradi hozir. Ko'ramiz. Berat. Bu yoqqa kelingchi, menga epik narsa kerak. Shoshmang, faqat teparoqqa chiqib olay. Normal joyga hech joy qochaman sizdan. O'ring, mayli, chaqing. Asalarni chaqishi shifobaxsh degan qaysidir ahmoqlarning gapini eshitganman. Oppa, kamon. Yana bitta. Bo'ldi. Bu zahar bilan epik narsa. Nizriton ekan. Wow, shuncha narsa berdi. Xo'p, azizlar, menga hozir bitta narsa juda ham qiziq. Bularning darajasi nechinchi daraja? Agar darajasi 20 хотя бы bo'lsa, agar o'yinni o'tishimiz qiyin bo'lmaydi, juda ham oson bo'ladi. Agar 20 dan pasayib ketsa, menimcha qiyin bo'ladi yoki umuman daraja bo'lmasa juda ham qiyin bo'ladi va ularning darajasi 60 ta. Yaxshi, yomon emas. Juda ham omadli bo'laman. Xo'p, ikkalasi bir xilmi? Infinity da ikkalasi bir xilga men tashlavoramiz kerak emasini. Xo'p, arbalet ko'ramiz. Ushtalik otar ekan, lekin quick shot, quick charge bor ekan. Wow, bu degani to'xtamasdan zarajat qilsa bo'ladi. Kamonga o'xshab qiynalib o'tirmaymiz. Xo'p, otishini ko'ramiz va uron ko'p emas. Ikkita udarda bitta cho'chqon ursa, yo, drakonni 80 ta udarda uradi. Undan ham ko'pdir balkim. Xo'p, kamonni ko'ramiz. Olovli yomon emas. Qanaqangidir mob bo'lsa zo'r bo'lardi. Bratani bu yoqqa kelingchi va oppa, yaxshi, yomon emas. Kecha normal bitta udarda uryaptimi? Demak, uroni yetarli darajada ko'p. Xo'p, Nezrit Pickaxe va olovga qarshi. Yo, bizga hozir muammo kerak. Muammo qani yerda uchib yurgan sherigi bilan. Bratan, bu yoqqa keling. Boshida epik narsa siz menga berdingizmi? Dalishini ham siz berasiz. Qani san asalari. Obbo. Qidirgan vaqtda chiqmaydi. Qidirgan vaqtda chiqadi. Qani san madrakon urishim kerak. Yo, to'g'ri, hozir daraxtdan sakrasam jonim ketadi, lekin asalar urish normal edi, mayli. Xo'p, menga lapatka berdi. Yo, menga zahar kerak ekan. Zahar. Asalar yo'q endi. Obbo, qayerga ketadi bu bilmadim. Ikkita edi, kelasham yo'q bo'lib ketdi. To'q, yaxshimisan? Chiqqan. Oppa, mana senga normalni. Yo'q, bo'lish kerak. Yo'q, kelinglar, yoshida birozgina teparoq chiqamiz. Tepadan birdaniga ko'rinadi hamma narsa. Shuni ustiga chiqib olsak zo'r bo'lardi. Sherziyani topaman, problema emas. Bunaqangi narsalar bilan hech qanaqangi zombilardan ham, creeperlardan ham qo'rqmasam bo'ladi va okey, hozircha ko'rmayapman. Epik narsa berdi. Ko'rdim. Bratanim qani. Ke. Ko'proq meni chaq, iltimos. Dek normal. Yomon emas, elitram, iltimos, elitram. Qanasan? Asalar qani? Bratanim, bu yoqqa keling. Chaqing, короче. Keling. Da, mana. Uni chaq. Asalarni duxiga o'tirganini ko'rganmisizlar? Xafa bo'ldi mendan. Okey, хотя бы sanchaq. Asalar duxiga o'tirdi. Azizlar, birinchi marta. Men bularni yengilmas jangchilar, qo'rqmas botirlar deb yursam agar, prosta duxiga o'tirdi bo'ldi.
Hop, yana bitta. Okam. Abbo, shuni qo'lda ursak nima bo'lardi, Kayzo? Okam, xafa bo'lmang. Bilmasdan urib yubordim sherigingizni. Keling, uring meni. No. Tushlar, uni qaranglar. Nish qolmadimi yoki? O'ldi. Abbo. Bittagina gulday asallarning umriga zomin bo'ldi. Ikkita obsheta. Elitra ham topolmadim, jemchug ham oddiysi yo'q ekan. Abbo, endi nima ham qilardik? O'rin olamiz, boshqa ilojimiz yo'q. Qana qilib men tezroq ko'proq o'rin olsam bo'ladi Minecraftda? Bilmadim. Suv. Boshqa normalniy ham. Birinchi kelgan xayolimga mana shu ideya edi. Xo'p, mayli. Temirlarimiz bor ekan. Nezirit yomon emas. Nafas bermaydi menga mabodo? Yo'q, bermas ekan, chotki. Xo'p, keyinlarda sortirovka qilamiz. Kamonni o'qib bittasi deb yetadi. Xo'sh, full nabor qilamiz. Kamon bitta, ketmon, narsalar berishni boshlayapti. Olman joni ketyapti. Xo'p, 4 ta komplektimiz bor, damlamalar bor, kamon bor. Bo'ldi, mana narsalar berishni boshlayapti. Xo'p, tashlavoramiz. Suv ichida turib menga suv berdi. Elitra iltimos. Bilamiz. Baraka topkur. Elitra degan so'zni nimasi tushunmadim. Obsidian normalniy. Abba palakat. Elitra berdi. Yaxshi, endi menga mana bu kerak emas. Abba jim tur. Bu ham kerak emas. Olmos, rahmat, addushi. Bitta zajgalka bersanglar ham zo'r bo'lardi. Adga borardik birdaniga. Adga bordik. Nima qilasiz, Kayzo, jemchugimiz bor. Rostini aytsam, men bunaqangi darajada super narsalar bo'ladi deb o'ylamagandim. Keyinlarda Vardenni ham uramiz. To'qing yetsa Vardenga sakra degan maqoldan foydalanib, bloklar, olmani super yo'qmi? Bor ekan. Hozir o'laman, bilaman, lekin o'lishni olmay, oppa, bo'ldi, tamom, muammo hal. Xo'sh, firework ketdik. Uch. Elitra. Men sen nimaga taqdim agar uchmasang, tavba. Hop, ketdik. Hop. Mayli. Suvga tushgan Kayzo bo'lmasdan chiqib keyin uchamiz. Tak, menga kray kerak. Kray esa shu tomonda ekan, juda ham g'alati ketdik. Mayli, men bu yerga qo'nib, qaytadan ko'rib olamiz. 2 dona jonim bor, ehtiyot bo'lishim kerak. Bu degani, xo'p, mana shuni yeb olamiz. Normalniy. Drakon o'lish menimcha problema bo'lmaydi hech qanaqangi, lekin Varden birozgina problema bo'lishi mumkin. Va biz yo'l oldik. Mana shu tomonga qarab ketdik. Yaxshi. Agar portal ramkasini berganda yoshi zo'r bo'lardi. Krayni ham topib o'tirmasdik. Oppa, yana qor biyomi. Yomon emas. Pastlab uchamiz. Oppa, yaxshi. Umid qilamanki, Krayja uzoqda emas, chunki spawnda hali uni qaranglar, 3 ta bir xil o'y turibdi, tavba. Juda ham chiroyli. Spawndan juda ham uzoq ketganim yo'q, deyarli yaqinidaman. Odatda kraylar, omadni qaranglar, просто так. Ajoyib. Men shu tushunmadim, bu zaharlanganmi? Yo, jitelar bor, yaxshi. Jitelar qalaysizlar, yaxshimisizlar? Hop, просто так men krayga ketishim kerak. Har bir yiqilganimga menga narsa beryapti, epik. Hoppa, topdim. Yomon emas va birozgina. Men shu jiteldan o'yin oldi ekan. Topdim. Ketdik. Xo'p, menga okey, 2, okey, 3. Ajajon ketmas ekan. Xo'p, zombi. Iloj bo'lsa iltimos menga sakramanglar, chunki bo'lmaydi-da, sizlarning nimalaringiz, menga tishlaringiz o'tmaydi. Men narsalarim nihoyatda kuchli, OP, sani ham daj portlashing bir tiyin. Ketdik. Yana pastga qo'yamiz, chunki menimcha pastda bo'lsa kerak. Hozir yetirikman. Totem beradimi yo'qmi? Totem bersa agar zo'r bo'lardi, rostini aytsam. Baribir ham deydi, xavfsizlik birinchi o'rinda turadi. Devslate. Men ko'rsatgan joydan pastga tushyapman. Bu ne suru sinoat? Hozir bedrock chiqadi, Dadam. Niyatingizga yetdingiz, Kayzo. Teparoqqa chiqamiz bo'lmasa, yana bitta. Mana shu yerdan o'tib olsak bo'ladi. Tak, bizga night vision kerak. Xo'p, night visionimiz ham bor. Kelinglarda birozgina endi shoshmanglar. Nechinchi blokda men hozir ko'ramiz. -23. Minusda bo'lmasa kerak. Kray birozgina teparoqqa ko'tarilishga harakat qilamiz, chunki Kray baribir plyusda topdim, yomon emas. Xo'p, ko'ramiz. Keyingi safar aldashmaslik uchun Kray -14 ekan. Demak bu eng ostki qismi. Demak teparoqda jimchuk normal, mayli, kerak emas. Demak, teparoqda portalxona bo'lishi kerak. Xo'p, mayli, tepaga chiqishga harakat qilamiz agar tepaga yo'llab bo'lsa. Lekin aniq bilaman, pastga yo'l bo'lmasligi kerak edi. Tushunmadim. Bu nechinchi blokgacha borgan?
Yangi versiyada minusga tushib ketgan ekan ancha. Yo'q, da kansa pastga tushgani mana shu. Bundan pastga tushmasa kerak. Hozir yana pastga yo'l bo'lsa. Kutubxona, xo'p, yo'q va qanaqa men olmos topdim qaranglar, omadni qaranglar. Xo'p, kirkada udacha bormi yo'qmi? Udacha X bor ekan. Bilmadim nechta olmos bo'lib ketdi, lekin bizga qiziq emas, chunki biz narsalarimiz slishkim OP. Xo'p, o'rgimchaklar ovozi, o'rgimchaklar menga qiziq emas. Zajgalkan bo'lganda kitobxonani yoqardim-ku. Mayli, nima ham qilardik, deb ko'tarilamiz. Adikoko, assalomu alaykum, bo'yda yaxshimiz. Kirka bilan urib tashladim men uni. Bunisini ham. Xo'p, mana tepaga ham yo'l ko'rindi. Xo'sh, endi bu yog'i tavakkal. Bilmadim qayerda bu. Bilmadim bu harakatni qayerdan topsak bo'ladi. Tepaga chiqib ko'ramiz yana. Yana tepaga chiqamiz, lekin minuski bloklarda bo'lmasligi kerak, chunki Cry bu bitta seriyoz narsalardan birida. Minecraftni o'tish uchun mana shu narsa kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. Pastdan o'zim chiqdim, tepaga qarab harakatlanamiz. Bu yerda yo'l bor ekan. Okey. Deyarli qilib ketdim. Hoppa. Tak. Pastdan nima bor? O'rgimchak. Enderman. Brat, bu yoqqa kelingchi. Da, siz. Qilichim bormi? Mana mayli taporlanib olamiz. Ke. Faqat o'lib ketmasa. Chiq tepaga. Chiq. Hop, uni qaranglar, chiqmadi просто tak. Yo, men asalarni duxiga o'tirganini ko'rganman. Bu shu videoni boshida ko'rdim, lekin Endermanni duxiga o'tirganini birinchi marta ko'rishim. Okey, vanni qo'yadi. Okeymi, yaxshimiz. Bitta udar. Yo, bitta mos ekan. Ha, bo'ldi, ketdi bu. Ketdi, короче. Tak, okeyam, keling, ikkita, 3 udar. 3 udar ham normal, yomon emas. Hozircha qilich olganim yo'q, lekin qilich olsam zo'r bo'ladi. Shu kerak emas narsani mana shu yerga tashlab olsak, o'sha idealni bo'lardi. Xo'p, kamonlar cho'tta ko'payib ketdi, o'qlar ham ko'payib ketdi. Bulardan menga bor, jemchug endi o'pishim kerak emas. Obsidian ham 3 stak bo'lib ketibdi. Tekshiramiz, ketmon menga kerak emas, bitta kamon ham yetadi. Mana bu loyaltilar tursin, mayli. Oltin olmalar o'shim kerak emas. Bo'ldi, menimcha normal agar o'rin olsak, agar epik narsalarimiz ko'payadi. Bizga totem kerak. Totem agar topsak zo'r bo'ladi. Xo'p, shoshmanglar. O'zim bu yerdan kelgan bo'lsam, okam, sizni prostida yolg'iz qo'yib ketmaymiz, siz ham. Addushi. Xo'p, bu tomonda yo'q bo'lsa, demak, mana shu tomonda shoshmaydi. Tepada nima bor ekan? Tepada ovqatim qaraman. Tepada nima bor ekan? Bu yerdan sindirgan ekanman va tupik. Demak, mana shu tomonga qarab harakatlanamiz. Oppa, yaxshi. Meni nima edi qo'limda o'zi? Qo'limda nima bor edi? Yodimdan ko'tarildi. Kerakli narsamidi o'zi? Jemchug edi. Jemchug nima qilasiz? Hozir bilmadim. Obbo, yana shu kutubxona chiqdi oldimdan. Mana bu tomonga qarab ketamiz. Tushunarli, yo'limiz bitta ekan mana shu tomon. Tak, bo'ldi, shu yerda Cry bor ekan. Yaxshi. Jemchugdan tashlaverdim men. Obbo. Mayli, kim meni urmoqchi? Lava meni urmoqchi ekan-ki o'zimga. Bu yerda mazza qilib jit qilsa bo'lar ekan. Xo'p, spam bo'linglar endi, nima ham qilardik? Spam bo'linglar. Yo, bunaqada bilmadim. Creeper yo'qmi? Mabodo mana shu yerlarda bitta creeper bo'lsa zo'r bo'lardi. Tek nimaga ham olma yedim men. Oddiy olma yesam bo'lardi. Kim bor? Nima bor? Obbo, mayli tepaga chiqamiz. Va bitta pastga kalla tashlasak, oppa, yaxshi. Qo'rqinchli emas, lekin oddiy emas bo'ladi. Tek. Va oppa. Deyarli olmani effektidan qutuldim. Ikkita oyat topib bittadan jonim ketyapti. Bu adolatdan emas, udar bilan yerga urilyapman-ku, yarimta ketdi endi. Va yana bitta. O'xshamadi. Jim. Bo'ldi. Oppa, cheshuvitsa tushdi. Как раз urmani. Bu o'lib ketdi qilib bechora. Xo'p, spam bo'ladigan mard bormi yo'qmi? Effektlarim hali bor ekan. Menga Cry jemchugi kerak. Spam bo'linglar. 2 dona bor ekan. Menga bor yo'g'i 10 ta kerak. 10 ta bor yo'g'i. Mayli, o'zimiz yo'nalish bilan yuramiz. Menga ko'proq uron kerak edi-da. Chiqamiz tepaga va pastga tushamiz. Bam. Va menga ko'proq damage olish kerak. Ko'proq uron nima beradi? Ko'proq uron. Okey. Mana ikkita. Ke. Paqir suv, ikkinchisi arrow. Yo'q, jemchug, iltimos, jemchug beringlar. Tak, devolga urilsam cho'tga bo'ladi. Menimcha, damp. Totem berdi. Wow. Oppa.
Bunisi nima berdi bilmadim, lekin narsalarni musorga tashlab olish kerak. Shunday narsalar ko'payib ketdi. Kerak emas, 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 kerak emas. Sila menga kerak, strilla menga kerak, bu kerak emas. Vardan urishga balki nargisi kerak bo'ladi. Damp va nima beryapti, nima qo'yapti bilmadim, lekin jonim normal qilich berdi. Wow, yaxshi. Qilich normalniy. Qilich bu zo'r. Xo'p, iltimos, bir 10 ta spawn qil birdaniga. Jonim hali olovga qarshi 1,5 minut bor. Afsuski sut yo'q. Ichardim, effektlarim ketardi. Xo'p, bo'lmasa kenlarda teparoqdan sakraymiz, lekin ja tepadan emas, chunki jonim ko'p ketar ekan. O, cheshuytsa. Ke. Oppa, nima? Ke. Man. Olma. Yo'q, bloklarni sindirish kerak. Cheshuytsalar chiqadi shunda. Tik. Kelinglar. Yaxshi. Slotlarim. Slot kerak. Epic narsalarga. Tik. Nimani tashlashga hayronman. Kerak ikkita ekan, ketmon menga kerak emas. Mana bular tursin hozircha. Olma kerak emas, o'q kerak emas. Mayli. Yana. Kelinglar. Kirka. To'g'ri, bunaqangi darajada nima bo'laman deb o'ylamagandim. Microlix bo'lsa hozir zo'r bo'lardi. Epic narsalar o'shandan olardik. Tik. Va spam bo'ladigan bormi yo'qmi? Ke. Abba o'lib ketdim, nima bola bu tug'ilmasdan. Mana. Lapis lazuli topdim. Hop. Va tapor berdi bu adashmasam. Bunisi kamon berdi. Biram g'amxo'r cheshuvitsalar borki, ast qo'yaverasiz. Kerak emas, tapor kerak emas. Okey, bu bloklar в общем kerak emas, izumrud ham kerak emas. Qaysidir jitel hozir meni haqorat qildi menimcha, lekin bizga kerak emas. Ke. Obbo. Mayli, 15 sekunddan keyin lavaga qarshi turish tugaydi. Keyin oddiy olma yeb yoki boshqa narsa yeb. Bermadi. Oddiy olma topishim kerak endi. Obbo, o'zim tashlagan olmani hozir olaman. Ur meni qanasan? Obbo, yo'q bo'lib ketdi prosta. O'lyapti, prostadak o'lyapti. Bunaqangi branyasi bor Kayzoni ko'rib o'lib ketyapti o'zidan o'zi. Tak, oddiy olma adashmasam, faqat kaloriya beradi bo'ldi va okey, kecha. Menga birozgina. Bu hammasini oldim natijada. Tak, bo'ldi. Mana. Lekin birinchi navbatda lavaga kirib ko'ramiz. Tik. Okey. Va shoshma. Jonim deyarli ketmas ekan. Yaxshi. Hop. Okey, ishton opet bular menga kerak emas. Slot konkret ochish kerak ekan. Mayli, men bilan tashaveramiz. Bu ham tashaveramiz. Tapor menga kerak emas endi. Bu ham kerak emas, chunki mana bu bor. Mana bunisi. Tashaverdim ikkalasini. Nicho ish qilsa yo'q. Nezirit baribir nima bo'lmaydi, yonmaydi va iltimos. Burdan degan jonim qoldi. Jemchuk. Yeyman. Jemchuk. Mayli, birozgina jonim ko'paysin, keyin ko'ramiz. Tik. Mana shu yerga o'tib olib, narsalarimizni tashaveramiz. Kerak emas. Temirlar ham juda ko'payib ketdi. Bir stakni, yarim stakni tashaveramiz. Va ana endi точно olaman degan umiddaman. Bo'ldi, tezroq joni ketsin. Qo'shimcha jonlar ketsa bo'ldi asosiysi. Bo'ldi. Ana endi va nihoyat prosta kutsak bo'ladi. Nezirit scrap, okey, qanaqangidir damlama, kerak emas narsani birdaniga tashlab olish kerak, bo'lmasa ko'payib ketar ekan. Kerak emas. Okey. Iltimos jemchuk beringlar. Oppa, mana bu uchun addushi rahmat. Uni qara. Mayli, sabr, toqat, mehnat va qanoat. Tik. Elitra yana berdi. Okey. Bular menga kerak emas, bu ham kerak. Va nihoyat. Haqiqat bor ekan-ku bu dunyoda deydigan kunlar ham keldi. Va nihoyat men ketdim. Tak, masanga. Va biz kiraydamiz. Yomon emas. Sal qoldi. Nima bo'lyapti deb hali Minecraft sudga bermoqchi edim. Qanaydir bo'lib kiraga kelasizlar, bir amallab. Birdaniga sizlarni voiddan spawn qiladi. Mazza qiling Kayzo deb.
Tak, qilishim qani mani ketdik. Xo'p, kelinglar, kristallarni default sindirib chiqamiz hammasini. Bitta ham promo qilmasdan, okey, ikkita promo bo'ldi hozircha. Bitta ham promo qilmasdan, mayli. Bir joyda o'tiramiz. Nihol bir joyda ko'karat deyishadi-yu. Yo'q, qanaqasiga? Shita. Bunga kerak emas ekan. Akam keling. Keling. Sizni men ajalingizman. Sizni ko'rganimdan xursandman, lekin bilaman meni ko'rganingizdan xursand emassiz. Mayli, hech narsadan foydalanmayman, jonimni boricha uraman demoqchi edim. Urib tashladim. Demak, mana buni yeb olamiz. Okey, drakonni urdik. Ana endi bitekda mana bu palakatlardan ursak ham bo'ladi. Assalomu alaykum. Shunchalik kuchim borligini bilmagandim, rostini aytsam. Tik. Buyoqgacha undasan. Rostini aytsam, xuddi o'zimni Peter Parkerga o'xshatyapman. U ham ana o'rgimchakdan qobiliyat olganda birinchi bo'lib ishlatgani yodinglarda, mana u nima deydi, maktabdagi bezori bor edi. Shunday keladi-da, bilmasdan shu chert o'radi, ketadi nari ketdi devorga qarab, buyoqga. Bo'ldi, 68-level. Ketamiz. Uy, nimadir tashlamoqchi edim, o'xshamadi. Xo'p, xullas kalom biz mirdamiz va birinchi navbatda albatta yerga ketamiz. Yerga bizga Varden kerak. Okey. Elytra, juda ham ajoyib. Bu yoqqa kelinglar. Xo'p, bu yerda bunaqangi palakatlardan ko'p ekan, rostini aytsam. Tik, Endermanga barib tegmaydi, bilaman. Chap berish bo'yicha usta, lekin qilichdan chap bera olasanmi? Qilichdan chap bera olas. Tushunmadim, sen kimsan? Qanaqasiga bu o'lmadi? Bilmadim, короче. Mayli, shoshmanglar. Seriozmi? Wow. Xo'p, bu yaxshi topish kerak. Sindirish qiyin ekan, nuzrit kirgan. Qiynalyapti bularni sindirishga. Rostini aytsam, bunaqasi noyob Minecraftda va iltimos, menga kerak. Mayli, chiqamiz. O'zi qayerdan keldik, qayerga ketamiz? Judayam zo'r savol. Okey. Va yo'q, birozgina qurtlagan yer ekan. Mayli, atrofini ko'zdan kechiramiz. Balkim kiradigan joyi bordir. Balkim bu tomondan borsak nimadir toparmiz. Spawner yomon emas. Come on, o'ynaymizmi? Tak yutqazding. Ikkinchisi prosta boshlamasdan oldin. Okam, uzr. Xo'p, nimadir tashab ketamiz sizlarga. Dushi chin yurakdan mana. Как раз skeletlarga sirlar kerak bo'ladi. Mana olinglar. Ulgurmadim, короче. Xo'p, bu nima? Stone chunk. Yomon emas. Xo'sh, azizlar. Normali. Xo'p, bu yerda ham bormi deb bor ekan. Yaxshi. Ikkalasi bitami? Ikkalasi bita ekan. Xo'p, spawn qiladigani bormi? Yo'q. Spawn qiladigani yo'q. Qanaqa men buni topsam bo'ladi, ha. Mayli, mana shu yerlarni maksimal darajada sindiramiz. Menimcha buni topishni siri faqat bir yo'nalishda harakatlanish kerak. Хотя бы bilmadim, bir 100 ta blokmi, 1000 ta blokmi borsanglar, balkim chiqar. Meni kerkam zo'r, tak что bemalol ketaveraman. Bilmadim qancha yo'l bosib o'tdim, lekin umid qilamanki bu yo'llarni oxiri bor. Iltimos, tepamdek. Nahotki topganmiz. Wow! Topdim. Ancient Sige'ni o'zini yaxshi, yomon emas. Qani bunaqangi narsalar bo'lishini bilmagandim, lekin rostini aytsam. Xo'p, qanasan palakat? Shirt. Juda ham chiroyli. Xo'p, qayerdan buni spam qilsam bo'ladi endi? Tak. Tushunmadim. Qanaqa qilib spam qilaman buni? Mana. Okey, chiqing, короче. Chiqing. Xo'p, tayyormizmi? Xo'p, hozir ko'ramiz tayyormizmi, yo'qmi? Tik, mana bu menga kerak. Ikkinchisi, bo'ldi, cho'tki. Golem yasashga qovoq yo'q, afsuski. Palakat bu yerda sunduqlar bormi? Mabodo sunduqda qovoq bo'lsa, olib ishlatsak, cho'tki bo'lardi. Tik, kirka mani qani? Toporga almashtirib, yo'q, qilichga olamiz. Kirka. Tushunmadim, shers. Spam bo'lsang bo'l, nima qilasan odamni? Ko'r qilib? Давай. Mujikmisan, spam bo'l. Bo'ldi. Va nihoyat chiq palakat. Damalon keyin ichib olaman. Chiq. Uni qaraylar. Va nihoyat. Xo'p, kelinglar, hammasini birma-bir ichish boshlaymiz. Tezlik menga в общем kerak emasdi. Mayli, chiqsa yo'q, mana problemani mana qilsa agar bo'ladi. Nafas olishni boshlayapti, demak tirik. Tik, silam qani mani? Tik, qayda. Ko'rmaydi deb o'ylayapsan. Oldingga turibman-ku.
Qanaqasiga? Kamon tegmadi hozir, ko'rdingmi? Tek. Qanasan? Men qo'chqorman. Sho'xingni sindiraman. Hop, hozir. Bu mag'lubiyat emas. Bu prosta kuch to'dalash. Tek. Mana betiga qarab urishish kerak ekan. Shunda buqachalik qilolmaydi sizlarga. Ya uzoqqa itara olmaydi. Bo'ldimi? Shunga shunchami? Oppa, butun qudrat shu ekan. Mayli, yana spam bo'lsang bo'ldi. Pachakilashamiz sen bilan. Xo'p, kamonga uchib ketadimi yo'qmi? Juda ham qiziq. Uchib ketmadi. Yumshoq joyiga tegdi. Tek. Kamon bilan ham qilsa bo'lar ekan buni. Yomon emas. Xullas kalom azizlar, challenge menimcha tugaydi. Chunki 3-boss vizor qoldi. Vizor urish problema emas. Vizor ursam ham o'sha yerda bo'ladi. Lapatkamiz bor ekan. Qayerdadir flint bormi? Flint. Hozir ko'ramiz. Platna shef kelib turing. Oppa, topdim. Buni okey, kecha. Oppa. Normalniy temirni olamiz, temirni qo'yamiz. Qo'ydik. Zajgalkamiz bor. Xo'p, 1 2 3 tek. 4 5 6 7. Tek. Menimcha bo'ladi, yetarli darajada va ketdik. Adga qarab yo'l olamiz. Vizar ham bir ziyorat qilib kelaylik. Tek. Va biz addamiz. Rostini aytsam, oxirida adga kelaman deb hech ham o'ylamagandim, chunki birinchi navbatda o'zi adga keladi, keyin kraga boriladi. Birinchi Varden, mana omadni qaranglar. Xo'p, agar looting bormi yo'qmi? 69-level. Bu degani bitta skeletni o'zi menga 8 ta cherib berish kerak. Kamida 4 tasi demak 8 kara 4 necha 16 mi, 32 mi, 64 mi kelinglar. Bir stack cherib olaman hozir men. Tak, birinchisi bor, ikkinchisi bor. Yaqinlashib uraman. Tak, aniq ko'rdim, bor. Tak, shoshma. Koal, yo'q, cherib. Menga cherib kerak. Oppo. Palakat qanisan? Palakat? Gaz qani? Sizlar bilan hozir gaplashaman. Nasanga tegmadan unga. Shunma xermisan? Zo'rmisan? Men senga. Hop, okam. Cherib kerak menga. Iltimos, faqat ig'tibormang. Tek. Yaxshi, bitta udarda ikkitasini urdim men. Endi uchinchisini ham urdim. Normalniy menda looting bor ekan o'zi kiyimimda. Bo'ldi, bizda bor. Endi yasasak bo'ladi. Xo'sh, endi sol qani endi. Abbo, sen men urdingmi hozir? Abbo, tegmadi. Qaytadan. Bilmasang. Hitbox qayerda buni palakatni? Mayli, hech qisi yo'q. Xo'p, bizga qum kerak. Qum va topdim. Jim. Lapatka ke o'zimga. Yo'q, bilaman, seni hunarlaring bilaman. Xo'p, menga mana bu kerak emas. Temir tashib yubordim. 3 ta, 4 ta, 5 ta. Bo'ldi. Ketdik dedim, demak. Xo'p, tepaga chiqamiz. Tepada urish juda ham oson uni. O'sha yerda вообще-то nima qilamiz? Pastga urib, mayli, pastga. Mayli. Chestni uramiz. Firework'im bor, o'shandan qo'rqmayman. 1 2 3 4 5 6 ikkalasi tomonga qarab qoldi. 7. Xo'p, rostini aytsam, azizlar, men o'ylamagandim, kutmagandim. Men bitta challenge 3 ta bossni uraman deb, challenge'dagi narsalar bunaqangi superligini bilganimda boshdan aytardim, 3 ta boss maqsadimiz deb. Afsuski, bilmagan ekanman. Mayli, hech qisi yo'q. Asosiysi men ketdan endi. Qatorga qarab. Topdim. Keozimga va Kayzoni, mana buni birinchi navbatda Kayzoni havoda, nimaning joni ko'p ekan. Havoda palakat berki. Vurdim. Nether sari tushishini ko'rdim va Nether sari qo'lga kiritdik. Bu oson bo'lmadi. Ana shu yerda qiyin bo'lmadi desam to'g'riroq bo'ladi. Bu qiyin bo'lmadi. O'zingizlar guvoh bo'linglar. Juda ham zo'r datapak ekan. Agar sizlar masalan charchab o'qishdan yoki ishdan kelsanglar, agar qanaqangidir oddiy datapak bilan challenge qilmoqchi bo'lsanglar, men shu datapakni tavsiya etaman. Bu datapakni men Telegram kanalimga albatta tashlab qolaman. Sulfurmi? Yo'q, Glowstone. Albatta Telegram kanalimga tashlab qo'yaman, bemalol yuklab olishingiz mumkin. Arada boshdan urish. Xo'p, azizlar, barchaga tomosha uchun addushi rahmat. Sizlar bilan Kayzo bo'ldi. Men Qandilman prosta tak. Kelgusi challenge'larda barchangizni kutib qolaman. Barchaga xayr.